Inshaalloh shu darajada boy bo'ling jigar. Instagramda, Telegramlarda kasal bolachalarni, insonlarni ko'rib qolganingizda, qancha kerak ekan? 30 ming dollarmi? Ketdik o'zim Hindistoniga ham boshqasiga olib borib kelaman deb oyiga 50 talab, 100 talab bolani davolating. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Janob, boy 100 ta davolatingiz ko'p emasmi desa o'chir ovozingni. Kerak bo'lsa 200 ta. Pulingizni miqdorini, tagini bilmaydigan darajada boy bo'ling jigarim. Otangizni oldiga borib, otajon, bilaman ko'nglingiz yosh, armon bo'lib qolgan, lekin mana sizga Ferrarining kaliti. Yuring ikkalamiz shaharda bir martaga buzib dorilab kelaylik deng. Onajongami? Onajon, tug'ruq azobi dunyoda ikkinchi o'rinda turar ekan. Tiriklaring yonishdan keyin 72 ta suyak sinish bilan bir xil ekan. Shuni 100 dan birini oqlamoqchiman siz uchun. Boshidan tilla soching. Mana onajon 30 kunlik 10 xonali mehmonxonaga ikkalamizga ketdikmi? Yuring nevaralarni olib. Bu mayli baqir-chaqir kerak emas. Xolajonni oling. Qanday bo'ladi jigarim? Men sizga shu narsani tilayman. Pul topishda, pul masalasida 5 qo'lni 5 barmoqni og'zingga tiqma deydi. Lekin niyat qilishda chegarasi yo'q. Tog'day so'ra mushtay beraman deydi Allohim. Sizchi cheksizlikka, koinotga, samoga samoni qo'shsa qanaqa son kelib chiqadi? Shunaqa darajada so'rang. Alloh aytar ekan, qani edi mendan so'rasa berardim. So'rang, kecha kunduz so'rang, beradi. Muso degan podshoh bo'lgan bilasizda, Mali davlatining podshohi. 1324-yilda haj safari paytida Misrga, Qohiraga boradigan ko'chalarga tilla oltin sochadi. 10 yillar davomida savdogarlar zarar ko'rgan ekan, iqtisodiyot o'lgan ekan, inflyatsiya 10 yillar davomida ham tugamagan ekan. Shu darajada puli ko'p bo'lgan ekan. Hozirga chaqsa, Elon Musklardan pul uncha bo'lmagan ekan. Iloji bormi? Logichni, mantiqiy o'ylab qarasa iloji bormi? Orqa fondagi muzika qanaqa? Etlaringizni jumishga keltiryaptimi? Tasavvur qildingiz-a? Eng ehson qiladigan boylardan bo'ling. Eng saxiy boylardan bo'ling. Zo'r mashina minib qolsangiz, pastingizga oldin bosib o'tgan yo'lingizga qarab, bunday kibrlanadigan boy bo'lmang. Assalomu alaykum aka deydigan boy bo'ling. Ko'nglingiz toza bo'lsin. Allohim, yo'q, jigarim beradi, yo'q. Bu yerda shak shubha yo'q. Allohning va'dasi bor. So'ra beraman. Harakat qilib beraman. Menga ishon beraman. Like bosib qo'ying. Kimda shunaqa boy bo'lishini xohlaysiz, o'shalarga yuborib qo'ying. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men sizga ishonaman. Yo'q, ota-onangiz ishonadi sizga. Alloh beradi sizga.